Hammaga salom mening obunachilarim. Bu men sizlar bilan sizlar bilan do'stlar narsa qilishga majbur bo'ldi. Yo'q, men turasizlar. Ozgina nima qilamiz? Do'stlar. Yana do'stlar men kelasizlar, bu yangi o'yin bu. Sizlarga bunaqa o'yinda mi deb yozasizlar, bo'ldi, chotki. Sizlarga kreativlar, bo'ldi, boshlaymiz, qarab turinglar. Mana qoranglar, bunaqa qishloq, bunaqa joylarda 3 oylikda hozir biza 3 oylik. Shundan keyin bizga anavi ko'zni ko'radigan kamera kerak. Qaysida menimcha mana shu edi, yo'q. Yoki mana bu, yoki mana bunisi bo'lishi kerak. Bu emas. Bu ham emas. Mana topdim. Do'stlar, bu sizga ayda ko'rishimiz kerak birisi. Bu endi partal sizlar buni bilmasmidinglar yoki bilmadinglar? Komment yozib qo'yinglar, do'stlar, men kutaman. Hammanglarni kommentlarni o'qish men uchun qiziq, obunachilar. Buni bilarmidinglar? Biladiganlar bormi? Bilmaganlar bo'lsa aytinglar. Ko'pchilik obunachim bor, bilmaganlar ham bor. Bilmaganlar ham bilaman. Do'stlar, deb tashlaydiganlar bor. Mana qarab qo'yinglar. Ovozga nima qilib qo'yaverasiz? Unga yonimda mana to'g'ri yurgandan keyin pastga tushamiz. Pastga tushganingizdan keyin bu tomonga yana chapga yurasizlar. To'g'riga borasizlar. Bu tomonga unaqa bilmaysiz. Bunday borsiz. Pastga tushasizlar. Pastga tushganingizda yana bunaqani ochasizlar. Shu ochganingizdan keyin, do'stlar, mana bu tomonga yursanglar, mana aynan mana shu sizlarni portal tutib oladi, lekin ammo portal ochib dragon yoniga boring desanglar borib bo'lmaydi. Mana bilaman. Borish imkoniyati bo'lganida borar edik, do'stlar, chunki borib ham bo'lmaydi. Qaranglar, mana bu yerda uni fragmentlari turadi mana. Endi portalning fragmenti, ya'ni bu endi portallikka jo'natadi, to'g'rimi? Ammo botda bu bor, to'g'rimi? Lekin mana uni olish imkoniyati yo'q. Botni ko'rdinglar. Yana birorta shunaqalardan kerak bo'lsa kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Botdagi sanduqlardan ham qidirib ko'rish bo'ladi, ammo buncha g'alabani o'zi mana ko'rasizlar, bu Ender portalning joyi bu qishloqdagida. Buni qaranglar, do'stlar, sizlar bu borligini bilarmidinglar yoki yo'q? Kommentarga bosib, like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar kanalga. Do'stlar, men buni kutaman. Izohlarga yozinglar, do'stlar. Men sizlarni yaxshi ko'raman, do'stlarim. Axir sizlar meni obunachilarim, sizlar cho'pkisizlar. Shunga qarab men nima qilaman? Sizlar meni o'zim obunachilarim. Mana topdim, bunaqa joy bor ekan, nimagadir eshigi ochiq. Temir va mana bunaqa ikkita nonam bor ekan. Mana menga chotki tushdimi, do'stlar? Qani mana qaranglar. Chotkimi? Kommentariyaga yozinglar, do'stlar. Aka zo'rsiz. Chotki aka zo'r ekan, молодец, rahmat deb yozib qo'yinglar. Even yana bitta tavsiya bor ekan. Mana bunaqa joyda mana to'qsanglar, mana bor. O'sha g'or orqali kirsanglar ham bo'ladi, mana. Mana bu yerda ham bor, lekin bu yerda temir juda ham ko'p chiqadi. Buni topish qiyin, ishlardan chiqib qolishi mumkin. Mana nimaga aytaymi? Mana bunday. Yana bitta ikkitasi suruvdi, men taniydiganlar. Sizlarga men hozir yo'q qilib chiqib ko'rsataman. Mana bu yerda ham taydan kirsa bo'lar ekan, do'stlar. Mana bunaqa joyda ichiga bir tomonroqda ekan. Mayli, effektni tugatyapti.
qarab turinglar, hozir rangi o'ta g'alati bo'lib qoladi. Mana bu video hozir qarab turinglar. Chiroyli ko'rinayotganda hozir g'alati bo'lib qoldi mana ko'rsanglar. Mana shu joyda video tugamaydi. Endi biz sizlarga men haqiqiy Minecraftga kirishim mumkin. Buni kerak bo'ladigan bo'lsa, bu o'zim qatdan totib olishni aytaman hali. Telegram kanal ochaymi yo'qmi, shunisini kommentariyga yozib qoldiringlar do'stlar. Va men shunga qarab Telegram kanal ochaman. Chati ham bo'ladi do'stlar. Hamma narsa modlarini tashlab turaman o'shaga. Hozircha videoni pauza qilamiz. Minecraft joniga kirgandan keyin nimani yo'qaman men. Mana do'stlar, sizlar bilan men Minecraft nimaga ekraningiz qorayib qoldi desanglar, men shunchaki prosta tak to'g'risi nima bo'lyapti turgani yo'q, mana Minecraftga kelyapmiz. Bu haqiqiy Minecraft eng oxirgi versiyasi sizlarga men bu nimada hech qanaqa modlarsiz hardcore modini qilishni o'rgataman. Sizlar kanalimga obuna bo'ldi, bitta obuna tashlasanglar, ya'ni sizlar obuna tashlasanglar, men sizlarga buni birinchi qismi o'chib ketib qoldi, uni yana qaytadan qo'ya olaman. Mana hardcore deb yozilgan, mana ko'ryapsizlar mana. Bu nimaga bunaqa bo'lib qoldi desanglar, bunga biror marta kirmagan 13-qishloq bu. Kirmayapman nimagadir. Tak. Qatyapti to'g'ri. Mana qaranglar mana. Sizlarda emasdan Minecraft bo'lsa juda ham olozi, jahon nomi mening dunyoyim bo'lib turadi. Mana bunaqa pastiga tushsanglar, mana omon qolishdi. Hardcore rejimi turadi. O'sha hardcore mana bu rejimni yoqsanglargina ana bo'ldi do'stlar. Hardcore mana yondi. Mana qarab turinglar. Men sizlarga o'zim o'lib ko'rsataman. Buni keyin tirilib ham bo'lmaydi bundan. Do'stlar, o'lib qolsanglar qaytib tura olmaysizlar. Boshqa survival rejimida esa o'ynasanglar bo'laverar ekan. Men bir marta o'ynab ko'rdim mana hardcore'da. Tez o'lib qoldim chunki meni chaqirib qolishdi deyishga. Bola o'rtalarim chaqirib qoldi. Yo'q bo'ldi, shu bilan o'lib qoldim 2 marta hammasida. Menimcha bittasida o'lganim yo'q edi, menimcha do'stlarim. Kirgandan keyin yana kamerani yoqaman. Mana ko'rolgan, mana sizlarga brush bilan ko'rsataman. Mana bu yerdan. Mana brush. Mana qaranglar, mana bu mana hardcore mana ko'rasizlar mana. Ko'rib olinglar do'stlar. Biz bu brushni yo'q qilamiz endi. Mana sizlarga o'zim o'lib ko'rsataman. Buning uchun biz tog'larga chiqishimiz kerak. U tog'dan balandga sayraymiz. Suv ichida o'la olmayman. Nimaga bunga sizlar yo'q bo'lyapti dedi. Erganda bug bo'ldi. Prosta tak mana saviyo yo'la bilan bu bo'lyapti. Menda ham bo'ldi. Xato bo'lib qoldi. O'zim mayli o'rganib qoldim. Qarab turinglar, bizda hardcoreligi uchun bunday. Endi shuni o'rganingizda, shuning uchun to'g'rilar kerakligini ko'proq yetarli, juda yaxshi bo'lganda. Yo'q bilan sizlarga ishni qilib ko'rsatyapman. Daraxt juda katta ekan. Shu daraxtga chiqib ko'raymi do'stlar? Hozir ko'rsataman. Jonim to'lib ketibdi, bilmabman. Yana shundan keyin yana bittadan keyin video chiqaraman do'stlar. Bu video haligi esinglarda bo'lsa Bugs Minecraft esinglarda bo'lsa menga yoqadi. Men ba'zida ko'tiraman ya. Bu bilan bitta gratim bor, prosta bu. O'sha akaning kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Hozir uni kanalini nimasini havolan tagiga tashlab qo'yaman.
Bana ko'ryapsizlar, mana bu yerda ikkita nimasi ekan, nima qilmay qo'yaverasizlar. Bo'ldi, bo'lyapti ekan mana. Menga yaqin olsa like qo'ygan. Tezroq qo'ydi. Ne sizlarga bu meni skenim, bunaqadan toplamaysiz. Men buni shunchaki Minecraft o'zida yerda kiyimlarni sotib olib qilganman mana. Agar nima qiladigan bo'lsa, kerak bo'lsa notlarimni ham mana ko'ryapsizlar. Shunaqa balanddan ko'ryapsizlar va men o'ldim. Evet, vuruldunuz. Tek vuruldum yana. Bundan player baland joydan yıkıldı. Yani men öldüm. Mana bunaqada bloklar ichiga kira olasizlar. Voy. Mana shunaqa bo'ladi ekan. Men ham bildim buni do'stlar. Buni ishga olmaysizlar ekan. Men o'shanda qilib daim derazaga tushdi. Bunaqa lava bo'ladi do'stlar. Lavani tagida bular ekan ko'proq daim. Bildim, mana qaranglar. O'zi men bedrock topdim. Bedrockdan keyin hech qanaqa blogi yo'q, lekin tagida bedrockda nimasi bor, tema bor ekan. Men bedrockda bilibman. Mana shu bitta joy ko'rdim, lekin men yana borishga nimaga ayni ikkita videoni birdaniga ulov desanglar, chunki ulov olmasa bo'lmasdi, chunki hali video nimasi yopilib qolishi mumkin. Bitta akkaunt ochdim, yopilib qolgan, keyin ocholmaganman-da uni men. Istamayman desam, shunga ko'proq ishlayman, birga qilib qo'yaman endi. Mana deyib, to'g'ri bor ekan, bu jangal ekan menimcha. Mana horichadan chiqib kelaman. Men arvohman do'stlar. Hozirdan qilib ko'raman. Tak. Mana videoga o'tib, voy, buni qaranglar. Men arvohman do'stlar. Voy, buni qaranglar. Voy, do'stlar. Men arvoh ekanman do'stlar. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Yoqqan bo'lsa, anandaqa bo'ladi do'stlar. Agar yoqqan bo'ladigan bo'lsa, shu videoda 15 ta like bilan 5 ta obunachi kanalimga keladigan bo'lsa, shu videoda o'zim hardcore o'ynab chiqaraman. Agar nima qilsa, shuna bo'ladi. O'zim yana bir marta hardcore olgan videoni chiqaraman do'stlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esingizdan chiqmasin. Iltimos, obuna bo'linglar do'stlar. Frost desanglar, YouTube'da mana bitta bratimni akkaunt chiqadi. O'sha Frost uzubi akkauntiga ham obuna bo'lib qo'ying, chunki u mana bratim bo'ladi. Men kanalimni ochib birikki video bo'lguncha menga yordam berdilar aka. Kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. 400 nechta obunachisi bor, to'g'ri 450 tacha bo'lib qoldi-yu. Mana buni qaranglar, voy. Buni qaranglar do'stlar, buni qaranglar. Bundoq yirik kattalashganman men. Qo'y, so'ramay qoldim endi. Sizlar haqiqatan men ruhman. Men ruhim yuribdi. Herobreyman, yu. Agar video bo'ladigan bo'lsa, agar Herobreyman bilan chiqamiz. Herobreyman bilan o'ynaymiz do'stlar. 10 kun xolos, 10 kun. Bunaqa gaplar o'ynamayman, chunki men qo'rqaman. Chunki o'sha ko'p Herobreyman o'ynamaganman-da do'stlar, shuning uchun. Video tugadi do'stlar, kanalga obuna bo'lib, videoga